Assalomu alaykum yurtdoshli kuzatuvchilar. Bugun Banazor siklatiga keldim. Banazor siklati Toshkentda ikkita joyda bor. Birinchisi Yunusobodda, ikkinchisi bu turgan joyi Qo'yliqda joylashgan. Banazor Ekvador mahsuloti, Ekvadorda pishgan bananlar, yetishtirilgan bananlar. Faqat o'zbek nomi bilan kiradi. Bu Banazorning birinchi fishkasi o'zbekcha nom bilan O'zbekistonga birinchilardan olib kirgan banan firma bo'ladi. Kompaniya. Olimxon, gazdan chiqqan bu. Bular kecha payt gazdan chiqqan. Xudo xolasa ertaga salatli bo'lib, indinga sapsariq bo'ladi. Banazor yana bitta plyus tomoni, boshqa bananlarga nisbatan ham boshqa bananlar qatorida mana vesini operator yaqira olasiz. Tanlab olmadik, podrat qo'ydik, mana 25 kilo. Yana bitta qo'yib ko'ramiz. Odamlarda shubha bo'lmasligi uchun. Kilosi og'ir bananlar qatorida mana Banazor tanilgan. Buni sotuvchilar biladi, iste'mol qiluvchilar ham biladi, Banazor ham shirin banan. Do'stimiz Olimxon mana shu gazlilar yetishtiradilar va tarqatadilar tadbirkorlarga. Kuzatishda davom etinglar. Yangiliklarni qo'yib boramiz. Hammaga rahmat.